Mhm. Nimadan boshlayman? Boshlanishida shu o'zingizni tanishtirib, shu prezentatsiya bo'yicha tanishtirsangiz, keyin savollarimizni berib boramiz. O'sha qizlar bilan, Xudo xohlasa. Aha, unda Aziza maylimi? Ana prezentatsiyani unda o'zim share qilsam, hozir keyingi o'tkazasizmi yoki aytib tursam ham bo'ladimi? Sizga qaysi qulay? Aytib tursangiz o'tkazsam ham bo'ladi. Agar xohlasangiz, adminlikni ham berishim mumkin. O'tkazib turing desangiz, men o'tkazib turaman. Ha, mayli. Qulay bo'lsa qaysi farqi yo'q. Xo'p. Aha, keyingisiga o'ta olasizmi? Qanday bunaqa anavi o'zi voicelar chatlarda ko'p unaqa qo'shilib unaqa qilmaganman. Iya. Endi ko'rinsa kerak. Menda ko'rmay qoldi. Aziza. Ha, mana anavi bo'yicha buni o'tkazavering. Anavi shunchaki bu umumiy Matoshaletr grantlar haqida edi. Demak, boshladik. O'sha men haqimda postlarda ketgan. Biz o'sha grantlar yutganim, o'z Aziza bilan ham birgalikda biz Top Unicam'da birga qatnashganmiz. Hozir ko'p vaqtingni olmaslikka harakat qilaman. Qisqacha o'sha post yozilgan men haqimda ma'lumotlar. O'zi grantlarni qayerdan topish mumkin deganda men o'zim foydalangan saytlarimni qo'ygandim. Mana Top Scholar bitta orqaga o'tkazib olasizmi Aziza? Orqaga. Ha, mana Top Scholar bu Scholarships Corner bu sayt bilan tashlab berishim mumkin. Saytlarni Scholarships Corner deb yozsam Google ga chiqadi bu saytlar. Bu ana grantlar o'zidan foydalanmayman faqatgina, chunki bittagina grantlar o'zidan foydalanilgan manba men uchun bilan yetarli emas his qilaman. Shuning uchun men Scholarships Corner mana shunaqa saytlardan foydalanaman. O'zi grantlarni topishga. Tashiymi hozir sizga saytni? Aziza, issig'ida yuborasizmi kanalga? Yuborib qo'ydim, Mabodi yuborib kanalga. Aha, xo'p. Webinar oxirida saytlarning hammasini tashlab bersangiz ham bo'laveradi. Ha, bo'ldi. Demak, o'sha mana shu saytlardan foydalanib qilaman. Ha, mayli gaping. Keling, hozir bilishimiz bo'yicha Glasgow University'ga demak magistratura yutib olgansiz. Shu qanaqa etaplardan boshlangan? O'zi haqingizda boshidan aytib bersangiz, hozir qayerda o'qiyotganingiz va qanaqa qilib hali o'qishni bitirmasdan turib magistraturaga o'qishga kira oldingiz va bu uchun sizga nimalar yordam berdi? Qaysi etaplardan o'tdingiz? Hammasini birma-bir qizlar bilan bo'lishsangiz zo'r bo'lardi. Aha. Demak, endi qanaqa qilganim haqida aytsam, birinchi shu Glasgowga deadline 20-30 yanvargacha edi. Buni men o'zi top 100 universitetlarni izlab yurdim magistraturaga. O'zim financial law bo'yicha ketmoqchiman. Bu o'zimizda unchalik rivojlanmagan soha bo'lgani uchun shu sohani tanlagandim. Ko'pchilik mana soha tanlaganda mana bitta narsaga ahamiyat beraman men. O'zimizda rivojlanmagan sohani tanlashga harakat qilaman. Chim rivojlangan sohani tanlagandan ko'ra. Nima uchun? Chunki masalan hozir biznes huquqi rivojlanyapti, biznes IT rivojlanyapti. Lekin masalan men o'z sohamni olib qarasam, agar bizda masalan sog'liq huquqi degan fan, energetika huquqi degan fan rivojlanmagan. Hozirgi zamon bilan solishtirmaslik kerak, chunki kelajakda bu sohalarni
o'rnini yangi rivojlanayotgan sohalarga bo'shatib berish aniqda. Bu shuning uchun rivojlanmagan sohani tanlanglar deb aytgan bo'lardim. Birinchidan ham raqobat kam bo'ladi. Ikkinchidan bu sohalarga investitsiya katta bo'ladi. Research qilib, masalan, yangilik yarata olasiz. Masalan, biznes huquq sohasida yangilik yarata olmaysiz. Masalan, bizni mamlakat chunki kelib rivojlanib bo'lgan sohada bu hozir ayni gulib yashnagan soha, masalan, biznes huquqi, korporativ huquq. Shuning uchun sohani tanlaganman, ya'ni o'zim ham Islamic Finance Law'ni tanlagandim. Durhamga ham acceptance olganman. Bu Durham ham top 100 universitetga kiradi. Unda dunyodagi mashhur o'sha islom moliyasi huquqi haqida masalan professorlar darslar olib boradi. Shuning uchun shu universitetlarni tanlagandim. Hujjat topshirish jarayonlariga kelsak, har bitta universitet o'zida alohida va scholarship jarayonlari xuddi shunaqa. Ko'pincha bu narsa Angliyadagi universitetlarda Amerikadan ko'ra farq qiladi. Nima uchun? Chunki Amerikada hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, hujjat topshirganingizda result chiqqan payt scholarship ham beradi birdaniga. Ya'ni masalan, men o'zim Penn State'ga topshirgan bo'lsam, u ham top 100 talga kiradi. $30,000 grant yutganman. Qancha dollar qolgan? $15,000 qolganda, общий kontraktidan. 70% yutganman-da unda ham. Xo'p, shunda hozir qaysi birida o'qimoqchisiz va qanaqa nima deydi? Qaysi birida eng ko'p o'zi grant yutgansiz? O'zi qanaqa planlaringiz bor magistratura uchun? Magistratura uchunmi? Bilmadim. Hozircha men eng ko'p yutganim shu UKdan, chunki UK debman, USAdan. Sababi UKdagi davlatlarga scholarship uchun alohida hujjat topshiriladi-da. Topshiryapman hozir. Ularning natijasi yozda chiqadi, iyunda chiqadi. Mana shunaqa selection bo'ladi. Cambridgega ham topshiruvdim, Gates scholarshipga. Lekin undan o'tolmaganman. Uni aytish kerak. Cambridgega natijasi chiqmagan. Dunyoda o'sha 2-o'rinda turadigan universitet. Uni hali universitet o'zining natijasi chiqmadi. Lekin Gates'ning natijasi chiqqan scholarshipdan o'tolmadim. Shu keyin hozircha men o'zim el-yurt umidi orqali ketmoqchiman. Nima uchun? Bu ham o'zimga yaxshi kelganimda, masalan, o'zimni tanlagan soham bo'yicha ish bilan ta'minlab berishadi. Masalan, ish izlab yurmayman. Ham moliyaviy tomondan, masalan, men bor fokusimni o'qishga qaratar ekanman. Ishlashga albatta vaqtim bo'lmaydi. Shuning uchun men bu narsa uchun el-yurt umidini tanlaganman. Xudo xohlasa, endi el-yurt umidiga tayyorlanib, diplomlarni olgandan keyin shu EUF orqali ketmoqchiman. El-yurt umidi haqida qizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman, chunki o'zim ham shunaqa chet elga topshirish bo'yicha kurs sotib olgandim-da. Ya'ni baribir bilasiz, Dilorom, sizni boshingizdan o'tgan bo'lsa kerak, kimdir bizga guidance, ya'ni yo'nalish berib turmasa, nima qilishimizni bilolmay qolishimiz mumkin. O'shanda kecha el-yurt umidi haqida, demak, bizada darsimiz bo'lib o'tdi. El-yurt umidi qilsam anaqa bo'ladi, ya'ni top 300 ta universitetga o'qishga kirasizlar. Dilorom kirganlaridek, top 100 taga kirganlar allaqachon. O'sha kirganlarini xat bo'ladi. Dilorom, o'sha xatlarni ham jo'natish iloji bormi yoki yo'qmi? Agar bor, o'zi kanalimga joylagan, hozir yuboraman. Qaysi birini yuboray? Glasgow'nikimi? Mayli, ikkalasini jo'natsangiz ham ishqilib xat keladi universitetlardan. O'sha kelgan xatni el-yurt umidiga olib boriladi. O'sha el-yurt umidi fondi O'zbekiston tomonidan o'quvchilarga, talabalarga sizni har kontrakt pulingizni, yeb ichishingizni, kitoblaringizni, hamma o'quv materialini olishingizgacha to'lab berishadi. Lekin bitta sharti bo'ladi. El-yurt umidini yutganingizdan keyin O'zbekistonga qaytib kelib 3 yil ishlab berishga to'g'ri keladi. Agar magistrant bo'lsangiz, agar bakalavr bilan ketgan bo'lsangiz 5 yil ishlab berishingizga to'g'ri keladi. Lekin juda ham arziydi. Dilorom aytganlaridek, chetga borib o'qiysiz, hamma to'lovlaringiz to'lab beriladi. Siz butun boshli konsentratsiyangizni o'qishga qaratsangiz bo'ladi. Hop, mana hozir Dilorom tashladilar. Qanaqaligini, ko'rinishini demak ko'rsak bo'ladi. Durham
Shunaqa bularga scholarship uchun alohida topshiriladi. Deadline 31-martda hozir bitta scholarship bor edi. Faqat ayollar topshira oladigan scholarship. Hop. Уже mana nimalar kelibdi. Mehmonda edimda ustoz zapis qilinadimi? O'sha ko'pchilik hozir hayitli bo'lganiga, hayit ayom bo'lganiga mehmon ketishgan. Hop, bo'lmasa lekin kirganlar bilan harakat qilamiz davom ettirishga. Hozir endi shu etaplar bo'yicha gaplashib chiqamiz. O'zi qanaqa qilib sizga chet elga topshirishga istak paydo bo'lgan, Dilorom? Shu haqida gapirib bersangiz. Mayli. Aytaman, anaqa narsani ko'rganmisiz? Masalan, 100 bitta intervyu eshituvimda 150 ming pul topganim, o'zim ishlab 150 milliard pul topishimga jasorat bergan, o'zimga ishonch bergan deydi-ku. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bittagina oddiygina 70 mingga qo'shilgan bitta programmaga qo'shilib qoldim. U ham pul to'lab qatnashuvdim. Sertifikat uchun men bunaqa birinchi kursimdan sertifikat uchun oshiq bo'lganman. Sertifikat uchun hamma narsa qatnashib o'rganman. Pul to'lab o'rganman, sertifikat beradi zato deb. Keyin mana shunaqa bitta grantlar uchun haftalikka qo'shilib qoldim. Endi 50 ming to'laganman bilmayman. Ishqilib mana shunaqa chet elda o'qiganlar bizga haftalik qilib bergan onlayn Telegramda o'zi qanaqa mana shunaqa xuddi sizni voice chat qilganimizda qo'lim opet endi boshlangan edi mana shu narsalar. Voice chatlar. Chet elda o'qiganlar bilan voice chatlar bo'lgan masalan. O'zini sohasida, masalan, chet elda o'qib, mana shunaqa ham el-yurt umidi bilan bo'lmagan, shunchaki o'zi ketib, mana shunaqa qilganlar bo'lgan. Keyin qiziqa boshlaganman. Chet elga ketish qanaqa bo'lar ekan? O'sha sertifikat yig'ib mana nonda stipendiya yutaman, topshiraman deb sertifikat yig'ib yurardim. Keyin umuman chet elga chiqishim bo'lmagan. Mana shundan keyin qiziqib qolganman, keyin o'zimcha Iran Cultural Week'ga topshirganman. Unda bitta Sojida degan opa bor edi. O'shani motivation letterlarini ko'rganman. Xuddi o'sha motivation letter bir ikkita joylarni edit qilib topshirib o'rganman men. Bir ikkita joylarni edit qilganman, topshirib o'rganman. Yozilgan motivation letter hozir ko'rsam tushunyapman-da, u motivation letter o'sha payt men tushunmaganman. Faqat u programma cultural bo'lgancha madaniyatga moslaganman. U opa masalan ilm-fanga moslab yozgan. O'sha masalan science-ga doir so'zlarni o'tashib mana culture degan so'zlarni qo'shib ketganman, tamom. Shuni topshirib o'rganman va o'sha bilan yutganman men. Tasavvur qilasizlarmi? 3 ta Tehronni, o'sha 3 ta shaharda bo'ladigan Tehron, Isfahon, Sherozda bo'ladigan shaharlarda programmaga men grant yutganman. O'zimda yo'q xursand, email kelgan, o'sha ketaman sentyabr deb temalarni tayyorlaganman. Endi grant fully funded tayyorlaganman. Universitetim ruxsat bermagan. Shunaqa yozganman. Hali ko'rasanlar, sanlarni ruxsating ketaman deb xafa bo'lganman, chunki o'sha birinchi sayohatim bo'lish kerak edi. Birinchi kursman. Birinchi kurs qilib sentyabrda mana shunaqa grant yutganman. Xursand bo'lib, keyin shu grantga qiziqib ketganman, keyin chunki yutganman-ku, kichkina bir haftalik programma edi. Hammaga aytib chiqqanman, ketyapman, Zagreb. U payt men hali Zagreb olish kerakligini bilmadim. Zagreb pasportim yo'q, hammaga aytib chiqqanman, ketyapman deb. Keyin undan keyin Jakafa haqida ma'lumot eshitib qoldim. Bizni universitetimizdan bitta aka yutgan ekan Jakafani. Universitet kanalida ko'rib qolganman men. O'sha birinchi kursimda aprellar. Keyin u akani izlab surishtirib topib yozganman. Men birinchi kursman, qanday topshirishlar menga o'rgating debki, u aka aytgan ikkinchi kursda topshira oladi bunga degan. Ya bo'pti, tayyorlanaman. Alsing bo'lish kerak degan. Bo'pti deganman. Alsim bordi, muddati o'tgan lekin. Shu bilan bitta Hilol opa bordi, Qayumova. Ular Jakafa bo'yicha kurs o'taman deganlar. O'sha unda kurslarga qabul qilinib, motivation letter haqida o'rganganman. Qanaqa yoziladi o'zi bu, masalan, nimalar qilinadi motivation letterda. Ular ida o'rgatganlar va Jakafa selectiondan o'tganman, intervyularga kirganman. Masalan, alsim muddat o'tayotganida bitta dugonam kelgan, men 7,5 alsim bor. Ana bu ingliz tilini ham zo'r bo'lardi-da. Endi motivation letter o'rganadigan odamman. Motivation letter o'rganmagan, shunchaki o'zi bilgan.
Lekin o'shanda u 7,5 IELTS bilan o'tolmay, men 5,5 IELTS bilan o'tganman-da. Yana muddat o'tgan IELTS bilan o'tganman. Wow. O'zi aytadi-ku, nasibada bo'lsa hech narsa emas. O'sha chin yurakdan xohlasa inson. Menda ham misol uchun xuddi shunaqa bo'lgan. Top Unicam'ga qatnashganimda 6,5 IELTS bilan o'tib ketganman. Tanishlarim 7,5 IELTS bilan o'ta olmaganlar bo'lganda. Bu nasiba va kuchli xohish desak bo'ladi. Hozir Dilorom savollar kelyapti-da, уже. Bu grantlarga topshirishda o'zi qanaqa hujjatlar kerak? Keling, birinchi mana shu haqida gaplashaylik. Qizlarga nimalar kerakligini birma-bir aytib tushuntirsak. Aha. O'zi asosiy основной narsa qaranglar. Sizlarga o'zi forma beriladi, Google forma. O'shani to'ldirasizlar. Formada nimalar bo'ladi? Kontakt ma'lumotlar, email, mana shular bo'ladi. Asosiy sizlardan so'raladigan narsa birinchi o'rinda CV, ikkinchi o'rinda motivation letter, bu motivatsion xat. Keyin ba'zi hamma programmalar emas, agar sizlar magistratura, bakalavriatga topshirmoqchi bo'lsangiz, recommendation letter, ya'ni tavsiya xati so'raydi. Va transkript, ya'ni akademik transkript, ya'ni GPA deyiladi. Bu ko'rsatkichi. Mana shularni so'raydi. Shularning ichida endi eng muhimi qaysi desangizlar, men bemalol aytaman, motivation letter deyman. Chunki har qanday application yurak motivation letter. Chunki ular sizni shunchaki ismingizga qarab, ismi Aziza ekan, menga yoqib qoldi bu ism deb olishmaydi. Yoki rasmingiz, CVdagi rasmingizga qarab, go'zal qiz ekan, Subaru hatto ko'rishaman deb olishmaydi. Shunchaki sizning motivation letteringiz hujjatingizga qarab anaqa qilishadi. Chunki CV motivation letter siz haqingizda gapiradi. Gapiradi. Men mana shunaqa gapiradigan narsa motivation letter. Shuning uchun shu 3 ta hujjat eng yuragi deyman application. Lekin shu uchalasidan ham eng zo'r, eng muhimi qaysi desa motivation letter deyman. Chunki uni o'rganmasa, uni yozishni bilmasa, siz applicationda zo'r yutolmaysizda. To'g'ri. Shuning uchun u yuragi, uni o'rganish kerak. To'g'ri. Shu joyda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. So'rabdilar. Aha. Xo'p. Bular o'zi misol uchun ba'zilar uchun yangilik bo'lishi mumkin. CV nima deb so'rashi mumkin. Misol uchun CV, rezyume haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Demak, siz o'zingiz shu paytgacha nimalarga erishgansiz? Ish tajribangiz yoki qayerlarda o'qigansiz? Mana CV sizni rasmiy turgan bo'ladi va siz haqingizda hamma tajribalaringiz, boshdan o'tkazganlaringizni rasmiy tilda yoziladigan varianti deb tushunaylik, oddiy tilda. Motivatsion xat bo'lsa, Dilorom aytganlaridek, siz haqingizda bildirib turadigan xat hisoblanadi va eng muhim narsa rostdan ham shu hisoblanadi. Keyingisi recommendation letter dedik, tavsiyanoma xati. Bu kim tomonidan beriladi desanglar, misol uchun tasavvur qilaylik, sizlar ham chet elga topshirmoqchisizlar, Xudo xohlasa. Sizlardan misol uchun biz O'zbekistonda DTM qanaqadir testlar, shunaqalar yechib o'tamiz-ku, majburiy testlar bo'ladi. Chet elda hech qanaqa test so'ramaydi. Chet elda sizdan so'raladigan narsa xatlar bo'ladi. Transkript, ya'ni sizni baholaringiz. Misol uchun GPA deydi bu narsani. Agarda bakalavriatga topshirmoqchi bo'lsangiz, siz maktab bitirayotgan bo'lsangiz, unda siz maktabingizdagi tabelingizni yoki shahodatnomangizni berasiz. Lekin magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, bakalavr diplomingizdagi o'sha topshirayotgan paytingizgacha bo'lgan vaqtdagi baholaringizni ko'rsatasiz. Ko'p chet eldagi davlatlar, menimcha Dilorom sizdagi universitetlar ham shunaqa qilgan bo'lsa kerak, juda ham yuqori baldagi GPA so'raydi. Ya'ni baholaringiz yaxshi bo'lishi kerak. Keyin language certificate, bu optional, shunaqa-ya, Dilorom hamma joyda ham so'ramaydi menimcha. Til sertifikati. Shuni so'ramaydigan programmalar ham bor. Sizga men o'zim CV'mni yuborib qo'ydim, Aziza. Mabodo agar bu American styleda qilingan, o'zi CV'ni o'zi ham alohida darsda, CV masalan European styleda bo'lishi mumkin, American styleda bo'lishi mumkin.
Mana. O'zimni CV'mni yuborib qo'ydim. Mhm. Xudo kerak bo'lsa. Ana endi biza shularni bitta-bitta qanaqa yozilishini ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana bu prezentatsiyada bor ekan. Demak, tushundinglar qizlar, hech qanaqa test so'ralmaydi sizlardan. Ingliz tilini bilishinglarni sertifikati bo'lishi kerak, lekin ko'pincha so'ramaydiganlari ham bor, lekin ular juda kam. Misol uchun, topshiryapsizlar deylik, Amerika, Britaniya, Kanadaga topshirsanglar, IELTS 7+ bo'lgani yaxshi. 7,5 normalniy, u 8,5 shart ham emas, 7,5 bo'lsa bo'ldi. Va IELTS hech narsa hal qilmaydi, faqatgina shu tilni biladi degan bitishga qo'yib beradi sizlarga. Keyin o'sha siz motivatsion xatingiz, recommendation letteringiz muhim. Endi bu yog'ini Dilorom o'zlari yana baribir tajribalari kattaroq tushuntirib o'tib beradilar. Keyingi slaydga o'tsam bo'ladimi, Dilorom? Mana. Mana yozib qo'ygan ekanman. Bor ekan o'zida. Hozir men screenshot qilib Mana tashlayman. motivation letter. Gapiravering, Dilorom. Motivation letter deganda, masalan, nimaga aynan sizni olishimiz kerak yoki siz boshqa kandidatlardan qaysi xislatingiz bilan ajralib turasiz yoki bu programmaga nima uchun qatnashyapsiz yoki bu programma sizga nima olib keladi yoki siz bu programmaga nima olib kelasiz kabi talqinda bo'ladi motivation letter savollari va siz shunga javob berishingiz to'g'ri keladi programmaga va bu programmani backgroundiga qarab o'zgarishi mumkin bu kabi savollar. Keyingisi recommendation letter. Bu programmaga qarab farq qiladi. Agar siz universitetga topshirmoqchi bo'lsangiz, masalan, magistraturaga 2 recommendation letter so'raydi. CV saytini ham yuboraman xohlasanglar, CV ga. Bu eng yaxshi sayt menimcha Yevropas deb o'ylayman. CV yasash uchun. Anavuda ko'pincha Yevropan standartda qilishni so'rashadi-da. Univerlar sizga tashlab qo'ydim Yevropa saytini. Anavi Aziza, tashlasangiz. Xo'p. Mana shu saytdan chunki univerlar Yevropasida so'raydi. American style'da, masalan, Amerika elchixonasi so'rashi mumkin. Masalan, Amerika elchixonasining programmalariga ham topshirganimda, ular masalan Amerika style'da so'ragan. YPP ham xuddi shunaqa bo'lgan. Self defense camp ham masalan American style'da qilganman. Yoki Heart program ham elchixonadagi masalan shularni men Amerika style'da qilganman CV'larimni. Amerika universitetlar ko'proq Amerika style so'raydi. Angliya, Yevropa ko'proq Yevropasida qilingan CV'lar so'raydi. Lekin men shu CV'ni Durhamga ham yuborganman, masalan Top 100 Glasgowga ham yuborganman, lekin qabul qilishgan chunki CV bu qo'shimcha ma'lumot. Masalan, motivation letterga kirita olmagan hamma narsani ham yo'qmi yutuqni ham siz motivation letterga kirita olmaysiz. Chunki masalan sizni nima uchun sizga olamiz desa, men 2 yil Central Law Firmda ishlaganman deb ayta olmaysiz. Yoki men 2 yil masalan yuridik sohada ishlaganman-da deb ayta olmaysiz. Masalan coach haqida programma bo'lsa siz yuridik sohani qo'sha olmaysiz-ku. CV prosessi haqida qo'shimcha ma'lumot bera oladi. Shuning uchun bu CV kerak. Biz birinchi o'rinda baribir istaysizmi yo'qmi, bu motivation letter har qanday hujjatning, applicationning yuragi hisoblanadi. Keyingi slaydga o'tsak, unda masalan qanaqa yozish haqida aytganman shu. Mana. Masalan siz qarang. Masalan pastda men Anqara Yildirim Beyazit universitetiga grant tutgan haqida aytsam, bizdan so'ralgan narsa CV, IELTS va so'ralgandi. Motivation letter. Men IELTSim 6,5 bo'lgan. O'sha paytda topshirganimda va o'sha bilan o'tganman. Keyin GPA so'ragan, o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichim. Shu 4 ta hujjat so'ragan. CV'imni o'zi yuborganman. Unda men Yevropasida qilgandim o'sha paytda. Ham CV'da masalan birinchi o'rinda
universitet turadi-ku, education turadi-ku. U payt men unaqa turish ketma-ketligilarni bilmaganman. Birinchi o'rinda hobbilarni qo'yib tashlaganman va rasvoy radda qilib tayyorlagan CV'm bilan o'tganman-da unga men. Bilmayman qanday o'tganman. Birinchi o'rinda masalan summer campga topshiryapsiz to'g'rimi? Culture bo'yicha masalan yoki mana o'zimiz Top Unicam'da aytay aziza. Top Unicam'ga topshiryapsiz. Uni saytiga kirasiz. Uning maqsadi nima o'zi Top Unicam'da masalan nima uchun tashkil qilinyapti bu programma? Shularni o'qib chiqing. U qanaqa loyiha, masalan, selection kriteriya qanaqa, nimaga fokus qilib, qanaqa odamlarni izlayapti. Ular yozib qo'yadi saytida aniq-tiniq qilib, masalan, maqsadini va masalan qanaqa odam izlayotganini. Masalan, bu programmaning maqsadi masalan grantlarga topshirishga yordam berish yoki nimadirlar deb aytib qo'yadi-da. O'qidi, to'g'rimi? Keyin be specific deganman, ya'ni sizni ajratuvchi jihatingiz. Masalan, uzun oldi qoshli gap qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, men juda ham sabrliman, menda ko'p tajriba bor, leadership bo'yicha harakat qilganman, maktabda yaxshi o'qiganman. Yana nima desa bo'ladi? Uzun gaplar, oldi qoshli gaplar. Men bu programmaga juda ham qiziqaman, orzu qilganman yoshligimdan bu programmada o'qishga, izlashga, o'rganishga orzu qilganman bu programma haqida. Mana shu narsa oldi qoshli gap. Nima uchun? Chunki masalan siz ismingiz masalan kim deylik? Gulola, ha, ismingiz. Mana shu Gulolani olib tashlab Dilorom qo'ysangiz hech narsa o'zgarmaydi hujjatingizda. Bilingki, sizni hujjatingizda sizni ismingizni olib tashlab qo'ysa bo'ladimi? Demak, sizni hali ishingiz unik emas. Sizni ishingiz boshqa kandidatlardan ko'ra ajralib turmaydi. Masalan, endi oldi qo'shdi bo'lmagan aniq gap qanaqa bo'ladi? Masalan, o'sha programma Top Unicamp u magistraturaga hujjat topshirishga yordam beradi. Siz aytishingiz mumkin, masalan, men magistraturaga o'qishga topshirish bo'yicha, masalan, research qilganman, menda GPA masalan 314 ball bor va 4 dan va bu bo'yicha magistraturaga hujjat topshirish bo'yicha men Angliyaning Glasgow universitetiga harakat qilganman va offer olganman va bu programma masalan intervyuga tayyorlashga yordam beradi, to'g'rimi? Lekin men masalan intervyuda masalan beriladigan savollarga masalan nima uchun kerak kabi savollarga aniq javob yo'q menda. Ya'ni shu savollarga javob berishda qiynalaman va shu savolga javob izlash uchun aynan shu dasturga qatnashmoqchiman. Bu unik. Nima uchun? Chunki hamma ham Glasgowga qatnashmaydi. Hammada ham 314 GPA bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa hammada ham masalan aynan siz qiynalgan savol bo'yicha masalan qiyinchilik bo'lmasligi mumkin. Bu unik chunki aniq detallari bilan birga aytyapsiz siz. Bu narsani masalan men masalan Gulolani tashlab Dilorom qo'yib bo'lmaydi. Chunki bu unik, bu o'zi erishgan natijalar, aniq, spesifik datalar, ma'lumotlar bular. Masalan, siz men har doim aytaman, motivation letterda hech qachon men bu soha bu masalan grantga qiziqqanman, orzu qilganman yoki italyan orzu qilganman deb aytmadingman. Chunki ular majbur emas dolishni sizni tanlashga. Ular hech qachon tanlamaydi birinchi o'rinda. Shunchaki orzu qilib unga harakat qilmasdan, bu meni orzum edi degan gapni aytgan odam ular o'sha tanlamaydi. Chunki sizni orzungiz ushalishga kelmoqchi, bo'pti, o'zi pul to'lab boravering. Ular sizni orzungizni amalga oshirish uchun ular sizga grant bermaydi. Sizning aniq maqsadingiz bo'lishi kerak, o'sha datga bog'langan. Yoki o'sha programmaga bog'langan. Ana o'shandagina masalan, ular sizga grant berishi mumkin. Masalan, siz qatnashmoqchi bo'lgan proyekt, masalan, AI bo'yicha, texnologiya bo'yicha bo'lsin yoki til bo'yicha bo'lsin, language camp bo'lsin. Masalan, sizda masalan, tilni rivojlantirish bo'yicha qanaqa to'siqlar bormi? Masalan, sizning hududingizda o'sha aniq problemani aytib, masalan, menda shunaqa problema bor va siz shunday problemani aytib nolimang. U noligan odamimiz. O'sha problema aytib so'rab, lekin men bunga yechim tariqasi va bunaqa ishlar qilib ko'rdim, harakat qilib ko'rdim va men bunaqa natijaga erishdim. Lekin sizlarning programmanglar, masalan, undan ham zo'r natija berishi mumkin ekan. Shuning uchun ham men bu programmani tanladim. Shuning uchun ham bu programmaga men qatnashmoqchiman va uni masalan hamma kriteriyalarga tushaman. Chunki masalan menda mana bunaqa masalan tajriba bor. Menda masalan agar GPA so'ragansa, menda mana bunaqa GPA bor va sizlar talabiylarga tushaman deb aniq faktishni aytish kerak. Yoki boshida masalan men hook bilan boshladim. Ya'ni hook degan nima degani? Keyingi slaydga o'taylik.
Mana. Bundan o'taymi? O'zi yo'q, bo'ladi. Mana shu. O'zi motivational lecture haqida o'zi ko'pchilikni gapirib berdim. Hook bilan ya'ni hook bo'lmadigan hikoya tarzida men boshlayman ba'zida. Amerikada mana shunaqa. Chunki Amerikada bilasizlar, ko'proq leadershipga mana shunaqa qaraydi. Chunki bu davlatga ham qarab farq qiladi-da. Hook bilan boshlayman, masalan, it was it when I realized everything. Masalan, bu o'shanda vaqt ediki, men hamma narsani anglaganman. Buni o'qishda boshini o'qiysiz, nimani anglabdi, nima bo'pti ekan, qanaqa vaqt bo'pti. O'sha bu yog'ini o'qishga qiziqib ketasiz-da, yoki bo'lmasam bitta programma topshirganda men bunaqa degandim. Universitet u programma migratsiya haqida edi, programma. Yevropada migratsiya tizimi haqida edi. Latviyaga kelganimda summer schoolda hali endi natijasi chiqadi. Unda men bunaqa deb boshladim. Universitet kutubxonasida Boltiqbo'yi davlatlarining huquqiy tizimi haqida kitob o'qiyotganimda Latviya qismiga ko'zim tushdi va Latviyaning masalan migratsiyaga oid siyosatida masalan jinjitlik tizimi menga shubha uyg'otmadi, savollar uyg'otdi. O'sha bu huquq masalan qanaqa savol uyg'otdi? Masalan o'sha biyoq odam qiziqib o'qib ketadi-da, mana shu narsa huquq bo'ladi. Ya'ni o'qiyotgan odamga qiziq bo'ladi, nima? Ilm uchun deb qo'yadi. Uchun qo'yasiz, qarmoqda ham masalan bu yog'i qiziq bo'lib ketaveradi-da, qanaqa bo'lar ekan, qanday bo'lar ekan. Qiziqib ketaveradi odam o'qishga. Shuning uchun huquq bilan boshlasa ko'proq qiziqroq deyman-da men. Qanaqa ekan, mana shunaqa qilib boshlagandim. Yoki bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri maqsadga o'tib ham yozsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Masalan, masalan birikta leadership uchun emas, masalan, rasmiy Yevropada mana shunaqa to'g'ridan-to'g'ri maqsadga o'tish asl ko'riladi Yevropada. Masalan, men Dorim Sohiddinova, masalan, men 4-kursman. Demak, qaysi davlatga va qaysi universitetga topshirishingizga qarab, o'zi oldin o'rganib chiqishingiz kerak. Qanaqa talab so'raydi sizdan motivatsion xatingizni, o'shanga moslashtirib yozish kerak, shunaqa. Xuddi shunday. Xuddi shunaqa. Xo'p. Shunaqa, ya'ni ana u alohida qarab o'rganib chiqish kerak, chunki bu davlatga qarab ham farq qiladi-da baribir. Chunki Amerikada ko'proq mana shunaqa tipga qarash mumkin. Ham programma o'ziga bog'liq hamda programmaning backgroundiga qaraladi. Masalan, agar siz magistraturaga topshirmoqchimisiz, Amerika ham leadershipga qaraydi, ham educationga qaraydi. Lekin Yevropa masalan ustunlik jihatdan qaralsa, agar Yevropa educationga qaraydi. Olgan bilimiz va shu sohaga doir, masalan, tanlagan sohasiga doir tajribalaringizga qaraydi. U unaqa leadership qilib, volontyorlik qilib, mana masalan siz sohasi huquqli ekansiz, artistlarga yordam bergan bir tiyin. Masalan, men o'zim texnologiya bo'yicha boshda sertifikat kerak edi. Men 1-2 kursligimda texnologiya bo'yicha volontyorlik bo'yicha ketaverganman. Yana nima bo'yicha ketgandim men? Tusul art team bo'yicha tusul art team bordi. Mana teatr qo'ylar, teatrlikka ham volontyorlikka borganman. Raqslarga bo'lib sertifikat beramiz, raqqosalik ham qilganman. Men to'g'risini aytaman. Raqslarga ham o'ynaganman. Raqqosalik qilganman. Mashq qilganman, lekin mana shu raqqosalik qilganim, teatrlarda rol o'ynaganim, balki menga bir tiyinlik foyda ham olib kelmagan. Prosta o'zim uchun endi bu sohadan sinab ko'rdim. Endi bu ham memory xotira bo'lib qoldi, lekin agarda sizni fokusingiz educationda mastersa bo'lsa, masalan siz sohada iqtisod bo'lsa, teatrga borasizmi, yoqaga borasizmi, sizga foyda olib kelmaydi. O'zingiz sohangizga aloqador bo'lgan workshoplarda, treninglarda olgan yutug'ingiz kim ko'proq sizga foyda keltiradi va CV keltirishga ham arziydi. Masalan, CV'imga men hech qayerga teatrga borib, rol o'ynagan uchun olib kelgan eng quvnoq qiz nomzodimni yoki sertifikatimni qo'ymaganman, kiritmaganman. Chunki uyalaman.
Demak, volontyorlikni ham o'zimizni sohamizga doir bo'lgan narsada qilgan yaxshiroq shunda. Shunaqa volontyorlik qilish kerak ekan deb masalan hamma narsaga ham qilaveringlar demayman. Agar vaqtinglar ko'p bo'lsa, masalan networking desanglar mayli. Masalan o'sha paytdagi masalan man Nobel mukofotini topshirish bo'yicha bitta Nobelni olgan ikkita ayol kishi kelganda 2023midi 2022midi shunaqa edi. O'sha men birinchi edim. O'shanda tanishgan odamim masalan o'shanda berganda o'sha tanishgan qizim bilan masalan katta networking bo'lib bizga katta imkoniyat eshigini ochib bergan. U men sohamda bo'lmagan, lekin o'sha networking bo'lib katta boshqa loyihalarga qatnashishimga sababchi bo'lib ketganda. Ya'ni agarda mana shunaqa bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni o'zingizni vaqtingizga qarang, ya'ni ustuvorligingizga qarang, sizda vaqt ko'pmi? Masalan, yo'q, men soham emas deb anaqa men balkim bir kun emas bir kun aynan o'sha soha kerak bo'lib qolishi mumkin sizga. Masalan, siz sohangiz yuristlik, huquqshunos bo'lsa, iqtisodiyot bo'yicha, texnologiya bo'yicha masalan viklar bo'lsa, masalan innoviklar masalan bo'ladi-yu. Mayli qatnashing. Agar vaqtingiz ko'p bo'lsa, lekin agarda sizda boshqa masalan universitetda masalan law bo'yicha summer law week bilan huquq haftaligi bilan bir nima bo'lyapti-yu, siz uni qo'yib artistlik bo'yicha volontyorlikka ketib qolmang-da. Ustuvorligingizni qarang. O'sha volontyorlik qilish kerak deb ham hamma programmaga qilaverish. Shunaqa. O'sha Matusha letterda eng avval o'sha proyektni o'rganib chiqing deyman. Qisqa qilib aytganda, qisqalanda proyektni o'rganib chiqing Matusha letterda. Qanaqa programma, backgroundi qanaqa, fokusi qanaqa, nimaga e'tibor qaratadi o'zi bu programma, qanaqa odamlarni oladi. Ular in detail yozib chiqadi qanaqa odamni olishini ham. Ana undan keyin xohlasangiz storytelling qiling, hikoya qilib boshlang. Men bechara bir qiynalgan qishloq qizi deb boshlasangiz ham bo'ladi masalan. Bilmayman, o'zi ko'pchilik kimdir o'zini becharaga solib o'zini rahman keltirgisi. Masalan, USAga mana shunaqa. Masalan, qanaqa Susiga mana shunaqa bo'lganda chotki yozilgan bitta qiziga men o'zim ko'rib, "Vau" devorganman, lekin boshqa buniki sal slabbiroq bo'lgan, becharachaday solib o'zini anaqa qilgan. Bu o'tolmasa kerak deganim o'sha o'tib ketganda, chotki qilib, men o'zini ko'rsatib, qobiliyatlarini ko'rsatgan odam qolib ketgan. Keyin becharaga solishim kerak ekan deb qo'yganman-da. Endi u programmaga ham qaraladi yoki selection qo'mitaga ham qaraladi. Ya'ni siz tanlaydigan timga ham qaraladi. Endi hamma programmaning backgroundiga bog'liq-da. Lekin magistraturaga kelganda to'g'ri aytaman, becharaga solgan foyda olib kelmaydi. Becharaga solgan intervyuda foyda olib kelishi mumkin. Grant bermoqchi bo'lsa, scholarship uchun. Lekin selectiondan o'tish uchun hujjatlarda acceptance olish uchun becharaga solish yordam bermaydi. Sizda IELTS javob bo'lsa, masalan, men qiynalganman, ingliz tilini o'rgana olmaganman deb ingliz tilida hujjat tayyorlasangiz, ular ishonmaydi. Esingizda bo'lsa Dilorom, shu Top Unicampda ham adashmasam ismlari Doston akamidi, Chiningga topshirish bo'yicha bizga mentorlik qilgandilar-yu. O'shanda aytgandilar, men viloyatda viloyatda tug'ilganman, o'sganman, Andijonda tug'ilib o'sganman. Shu uchun men volontyorlik qilishga, bir narsalar qilishga ichimda juda ham xohish bo'lgan, lekin menga imkon bo'lmagan, chunki viloyatda bunaqa narsalar bo'lmagan. Toshkentga bora olmaganman. Shu narsani, ya'ni o'zlarini becharaga solishni fishkasini o'rgatgandilar. Ba'zida qo'shib ketsa bo'ladi. Ya'ni o'sha Dilorom aytganlaridek, birinchi bo'lib siz qayerga topshirmoqchisiz? Qaysi davlat? Qanaqa universitet, qanaqa dastur, o'shani o'rganasiz. Agar ko'rib chiqasiz boshqalarni ham experiencelarni, agar shunaqa narsa ish beradimi, siz ham o'shanaqa qilishga majbursiz. Chunki ba'zida Dilorom aytganlaridek, talantli odam qolib, o'zini bechoraga solgan, qanaqadir nima deydi, erisholmay qolgan narsalarni aytgan odamni olib borishi ham mumkin-da, shunaqa bo'lib qolishi ham. Hop. O'shancha programmaga ham qaraydi va tanlaydigan odamga ham qaraydi-da baribir. To'g'ri.
Xo'p, endi keyingi slaydga o'taymi, Dilorom? Men o'tib ko'ringchi. Mhm. Keyingi slayd. Agar Matoshilator bo'yicha hech kimda savol yo'qmi? Savol yo'q shekilli. So'raymiz. Orada anaqa izoh berib ketayotganimni sababi Dilorom, chunki bu yerda ingliz tilini endi 2-3 oy oldin boshlaganlar ham bor. Shuning uchun nima deydi, lekin xohishi bor ularni, chunki maktab o'quvchilari bor shunga. Motivatsion xat bo'yicha savollar bormi, qizlar? Agar yo'q bo'lsa minus qo'yamiz. Yo'q bo'lsa minus qo'yinglar. Madinada yo'q ekan. Bo'ldi. Demak, recommendation letterga o'tsak bo'lar ekan. Savollar yo'q. Agar motivatsion xat bo'yicha savol bo'lmasa, recommendation letter. Bu ko'p mani anavi qiladigan, ayyorlik qiladigan joylarim bor. Recommendation letterda, masalan, bizda universitetda ustozlarimiz vaqti yo'q, to'g'risida professorlar, masalan, siz professorga borib olib, ustoz menga recommendation letter yozib bering desangiz, u siz hayotda o'tirib olib, keqan motivational letteringni solishtirib ko'raylik. Programma o'zi qanaqa? Sen o'zi qanaqa o'qirding-a deb bittalab sizga in detail, men bu darsimda bu qiz zo'r o'qigan ekan deb tarixda ochib olib qaramaydi. Hayotda chinqirdan qilmaydi. Qiladigan ham bor, yozib beraman degani ham bor. Uning uchun siz Garvardda o'qishingiz kerak deyman. Shunaqa, shuning uchun men o'zim yozaman. Ko'p programmalarga o'zim yozaman. Birorta hali birorta ustoz kel o'zim yozib beraman, men oldimga o'tir demagan shu paytgacha. Ustozlarim recommendation letter desam, bo'pti imzo qo'yib beraman deyishadi. Baribir hech kim o'zingizni sizchalik bilmaydi. Shuning uchun o'zingiz yozasiz deyman va buni yozganda xuddi shunaqa. Bizchalik bilmaydi, shuning uchun. hop. O'shanda masalan ustozlarimiz imzo qo'yib beraman deydi va bitta narsa bor, ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa, Aziza. Bilsangiz kerak, motivational letterda yozgan narsangiz recommendation letterda sizni sotib qo'yishi ham mumkin. Ya'ni o'zingiz yozsangiz, o'zingiz sotib qo'yishdan mumkin, chunki bildirib qo'yishdan mumkin bir joylarda. Yoki bo'lmasa motivational letterda yozgan narsa recommendation letterga mos tushmasa ham o'sha bir-birini inkor qilsa masalan narsalar, bu ham sizni minusingizga ishlaydi. Ya'ni o'zingiz yozganingizni sotib qo'ymasligingiz ham kerak va yozgan narsangiz bir-biriga zid ham chiqmasligi kerak. Bu yozgan narsangizni qayta-qayta takrorlashingiz ham juda kerak emas. Mana shunaqa sal injiqroq narsa recommendation letter. Masalan, siz bu o'quvchi masalan juda ham masalan bu o'quvchi ilmga chanqoq o'quvchi deyapti, to'g'rimi? Sizni aytyapti ustozingiz ilmga chanqoq, masalan, maktablarimda shunaqa zo'r proyektlar qilgan, bir nima deyapti, siz bu yerda motivational letteringizda artistlik bo'yicha qilgan masalan noningizda eksperiensiyalar bir nimalar aytyapsiz, bir-biriga bog'liq narsa emas-da, logika yo'q bo'lyapti. Shunda уже shubha uyg'onadi-da, u sizni shunaqa odamligingizga ham masalan. Ya'ni bir-biriga sal bog'liq ham bo'lish kerak-da, ozroq bo'lsa ham. Va recommendation letterlarga kelsak, o'sha ikki turda Davom etavering.
Davom etavering, men oxirida nima qilib ketaman. Ovozim manimcha sal kechroq boryapti. Shuning uchun ming bor uzr, Dilorom, gapingiz bo'lib qolyapman. Yo'q, ha, mayli. Recommendation letter ikki xil bo'ladi. Personal, akademik. Personalni siz yaxshi taniydigan inson yozadi. Akademikni esa universitetdagi ustoz. Recommendation letterni olganda ko'pchilik so'ragan savol, ustozim professor bo'lish shartmi? Professor bo'lmasa nima bo'ladi? Masalan, shunaqa savol ko'pchilik qiynaydi. Masalan, men ustozim hali yangi, masalan, shu yil universitetga o'qishga kirgan, lekin men ustozim mani taniydilar, yaxshi taniydilar. Recommendation letter yozib bera oladi desizlar, mayli, olaveringlar. Programmaga qarab farq qiladi. Agarda sizni topshirgan programmangizda alohida qilib professor bo'lsin deb yozib qo'ymagan bo'lsa, bemalol. Chunki recommendation letterda talablar yozilgan bo'ladi, masalan, sizni taniydigan inson bo'lsin deydi. Keyin masalan, agarda o'sha talablarda professor bo'lsin deb yozmagan bo'lsa, bemalol. Professor bo'lmasa ham oddiy yozilgan recommendation letter bilan ham siz masalan bemalol agar grant yutib ketishingiz mumkin-da. Qaraladi, lekin professor bo'lsa yaxshiroq. Tushunarli. Shunisi bor. Zarari yo'q buni ham. Personalda siz masalan siz o'quv markaziga boryapsiz, to'g'rimi? O'quv markazidagi so'zdan olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa personalda qanaqadir programmada, workshopda, volonteringda qatnashgan bo'lsangiz, mentoringizdan olishingiz mumkin. Masalan, leadership bo'yicha masalan programmalarda qatnashgan bo'lsangiz, volonter bo'lib, masalan, yoki bo'lmasa universitetdagi birorta programmaga qatnashgan bo'lsangiz, o'shandagi tashkilotchidan olishingiz mumkin. Endi tashkilotchi deganda talaba emas, ko'proq endi yoshi kattaroq odam bo'lsa yaxshiroq. Chunki talabalar ham baribir proyektda tashkil qiladi-yu. To'g'ri. Bor masalan, o'zi senga odam bo'lmasa kerak-da, sal kattaroq odam bo'lishi kerak. Demak, recommendation letterni tushundinglar, qizlar. Rekomendatsion xat demak, tavsiyanoma deb tushunasizlar. Shu siz haqingizda boshqa bir inson yozib beradi. Misol uchun aytaylik, mani o'quvchim Xayriddin va Maftuna mana bu sohalarda o'zini ko'rsatib kelyapti. U mamnaqa tirishqoq o'quvchi, mamnaqa sohalarda yoki proyektlarda o'zini ko'rsatib kelyapti. Mana shunaqa gaplar bilan yozib beradi sizga. Universitetda o'qisangiz, professorlaringiz qanaqadir tashkilotlarda ishlasangiz, o'sha tashkilotdagi kimlardir yozib beradi, Dilorom aytganlaridek. Lekin ko'pincha o'zi ko'pchilik qiladigan ish xuddi Dilorom aytganlaridek o'zi yozadi. Hech kim sizga vaqt ajratib yozib bermaydi. Bu bir, yozib bergan taqdirda ham hech kim sizni o'zingiz javob bermaydi. Demak, mana shu tavsiyanoma. Motivatsion xat bilan farqi, motivatsionda siz o'zingiz haqingizda gapirasiz, recommendation letterdan boshqa kishi siz haqingizda gapirib beradi. Xuddi shunaqa. Ustozingizni nomidan yozasiz-da, siz masalan o'quvchim shunaqa. Savollar bormi recommendation letter haqida? Agar yo'q bo'lsa, boyagidek minus qo'yamiz. Agar savollar bo'lsa, yozamiz. Tushunarli bo'ldimi nimaligi? Tushunarli bo'libdi, demak. Unga slaydga o'tirasizmi? Oxirgisi ekan, Dilorom. Tumanda hozir. Bu boshqa ekan, bo'ldi. CV-ni aytdim, matoshoda recommendation letter aytdim. O'zlaridagi birorta savol bo'lmasa, o'sha tugabdi-ku slaydlarmi?
Mani o'zimda savollar bor, Birorta Dilorom. savol Ungacha qizlar ham savollaringizni yozib tursanglar bo'ladi. Qanaqadir savollar tushunmagan joylaringizni yoki umuman tasavvur qilinglar topshiryapsizlar, nima savollaringiz bor, hammasini beraveringlar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p, mani savolim shundan iborat. Misol uchun o'sha biza dars sotib oldim dedim. Dilorom o'sha Educated Global degan dars oldim. Unda universitetlarni saralash bosqichini qilyapmiz hozir. Ya'ni sizni o'zingizni sohangizga bog'liq bo'lgan universitetlarni bittalab saralab chiqiladi. Sizda qanaqa bo'lgan? Nechta universitetdan misol uchun insonni o'zida bo'ladi qaysidir joyga topshirish. Siz nechtalar universitetni boshida boshlagansiz tanlab, nechtasi failga uchragan, nechtasi va o'zi planlaringiz qanaqa? Ya'ni magistraturada bu aytganimdek el-yurt bilan ketaman deyapsiz. Nima uchun o'zi bu universitetlarni tanladingiz? Sababi nima? Nima uchun Glasgow University? Sababi? El-yurt umidi bilan o'zi ko'pchilik Amerikani maqtaydi. Rostdan ham Amerikada masalan universitetlar zo'r, lekin ko'pchiligi masalan Germaniya bilan Amerikada ish tajribasiga qaraydi. Masalan mana shunaqa, men o'zim Amerikada top universitetga topshirmoqchiman. Men o'zim maqsadim top 100 ga emas, bir top 70-80 undan uyog'iga o'tishni istamaganman. Shuning uchun mana Glasgowni tanlaganman, lekin nimaga Amerikadan ko'p tanlamadingiz desanglar, Islamic Finance Law Amerikadagi universitetlarda ko'rmaganman birinchidan. Ikkinchidan ularga o'zini alohida programmasi bor, o'sha orqali topshiriladi. U program uchun masalan Harvardga masalan to'g'rimi? Mana Kolumbiya bor universitetlar, yoki zo'r top universitetlar bor sizlar. UPenn bor. Ularga alohida o'zini sayt programmasi bor, o'sha orqali topshiriladi. Uni sizni har bitta hujjatingizni bittagina masalan pechatlab berishi ham pulda. Ochiq so'rab ko'rgan $300 ga yaqin pul ketar ekanda, o'sha orqali topshirganim uchun. Shu uchun Amerika universitetlariga topshirmaganman, faqatgina mana shunaqa programma orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri universitet o'zini sayti orqali topshiriladigan universitetlarga topshiruvdim. Ular ham to'liq grant olgani uchun, fully fund bo'lmagani uchun Amerikani keyin tanlamadim va o'zimni ham niyatim top 100 bo'lsin, Islamic Finance Law, ya'ni islom moliyasi huquqida bo'lsin va sayohat qilish yaxshi ko'rganim uchun sayohat qilishga imkoniyati bo'ladigan davlat bo'lsin deb o'zim qilgandim. Masalan 25 yoshimgacha 25 davlatda bo'laman deb. Masalan endi kimga necha umr beriladi biz bilmaymiz, lekin umrimni chorak qismigacha bir 25 davlatda bo'laman deb niyat qilgandim. Shuning uchun agarda Amerikaga qaradim, Amerikaga topshirsam bitta Amerikada bo'lar ekanman. Keyin qo'yimda agar Yevropaga topshiraman degandim, keyin shoshmadim, keyin Angliyaga topshirsam Schengen viza olish oson baribir deb, keyin Angliyaga topshiraman, Angliyadan Yevropaga o'taveraman deb keyin shunaqa niyatlar qilgandim. Shunaqa baribir Yevropa shunaqa yaxshida sayohatlarga ham masalan. Shuning uchun keyin o'zim Amerikadan sovutib Yevropaga nima qilganman, ham Amerikaga viza qiyin deb o'zimga anaqa qilib to'g'ri yo'ldasam deb. Lekin tan olishim, dunyodagi masalan top universitetlar ko'pchiligi Amerikada. Balkim qachondir Amerikada o'qirman. Balkim PhD, balkim magistr yana bir qaytadan o'qirman. Endi qachondir. Hozircha lekin Yevropa. Hozir qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Yevropaga topshirishni katta plyuslaridan biri o'sha Marjona Muzaffara bilan ham qilgandik webinar esinglarda bo'lsa. Marjona bilan Dilorom o'zi juda ham yaqin o'rtoq bular. O'zi Marjonani Dilorom orqali taniganman. Ular ham aytgandilar, Yevropaga agar o'qishga topshirsangiz yoki qanaqadir grant yutib olsangiz dastur bo'yicha sayohat qilish juda ham oson bo'ladi.
agar siz sayohatni yaxshi ko'radigan inson bo'lsangiz, misol uchun Yevropa bo'ylab aylanishingiz, sayohat qilish juda oson bo'ladi. Misol uchun viza ham oson chiqadi va sayohat pullaringiz suv tekinga tushadi desak ham bo'ladi. Juda arzon bo'ladi. Hamma narsalarni ko'rishinglar kerak. Misol uchun men ham yoshligimda juda ham Amerikaga o'qishga topshirish juda istardim, lekin bu fikrim o'zgardi. Sababi hamma narsani o'rganib chiqish kerak topshirishdan oldin. Misol uchun crime rate, ya'ni jinoyat sodir bo'lishi juda ham kuchli Amerikada va qiz bola uchun ba'zi hammani fikri har xil. Men uchun uncha shu jihatdan yoqmagan, ya'ni xavfsizlik nimasi juda past. Shuning uchun men ham boshqa Kanadaga topshirildi. Bu o'zi sir bo'lib turgan hozirgacha. Reja qilib yuribman. Xudo xohlasa o'xshab qolsa sizlar bilan ham bo'lishaman. Va yana nima gaplar? Xo'p. Savol kelibdi, aytgancha Dilorom. Jakafa haqida kengroq ma'lumot bera olasizmi? Linki bormi? Kech qo'shilgandim, eshita olmadim debdilar. Jakafaga hozir faqat ikkinchi kurslar uchun. Siz ikkinchi kursmisiz? Agar ikkinchi kurs bo'lsangiz, bu faqatgina 7-ikkinchi kurslar uchun bu. Linki umumiy Google'ga Jakafa scholarship desangiz ham chiqadi. Hozir boraman saytini. Unda asosan o'sha motivation letter, recommendation letterlar haqida so'raydi va bu stipendiya 2 oy davomida sizga $110 stipendiya olasiz. 2 yil davomida oyiga $110 stipendiya olasiz. Agarda shu stipendiyangiz bu Yaponiyani stipendiyasi. Yubordim sizga ma'lumotlarni, Aziza. Kanalga joylasam. Aynan nima haqida ma'lumot berishim kerak Jakafani haqida? Men o'zimni nimam bo'yicha aytmoqchiman. Jakafaga men topshirmoqchi bo'ldim. Lekin Jakafa zagran pasport ham so'rar ekan, Dilorom, men adashmasam, qizil pasport ham so'ragani uchun men kursdoshimda ham shu narsa bo'lgan. Nima deydi? Oxirgi bosqichga bora olmay qolganlar. Keyinchalik yuborsa ham bo'ladi, lekin bizda Madinada shunaqa bo'lgan. Madinani o'sha tayyorlaganimda shu stipendiyaga Madinada zagrani kech tayyorlab qo'ygan. Masalan, tasavvur qiling, 15-aprel o'sha hujjatlarni tayyorlash deadline, lekin Madinani zagrani kechroq chiqqani uchun biz Madina o'quvchimga kechroq anaqa berganmiz. Zagran chiqqan va sraz emailga uzr so'rab yozib yuborgan. Uzr, mana shunaqa kech chiqdi, bittagina zagranim, hujjatimni to'la emas deb rad etmanglar, iltimos deb mana shunaqa deb chiroyli qilib email yozib yuborgan va hozir xudoga shukr stipendiyant, oyiga $110 stipendiya oladi. Masalan, Jakafani masalan qaysi davlatda konferensiya qilsa o'shalarga tekin borib keladi. Wow, juda ham zo'r. Keyin yana bir aytib ketmoqchiman. Dilorom aytganimdek juda serqirralar. G'afur G'ulom stipendiyasini ham qo'lga kiritganlar, O'zbekiston bo'yicha ish qilib juda ko'p erishgan yutuqlari, erishgan stipendiyalari va men aytmoqchimanki, nima savolinglar bo'lsa berib olinglar va kanallarini bo'lishaman sizlar bilan oxirida. U kanalga o'tsanglar, hamma nima deydi, grantlar har xil va yangiliklar, shu ta'lim bo'yicha yangiliklar, har xil grantlar, o'zlarining erishgan yutuqlari hammasi bilan bo'lishib boradilar. Vebinarlar bo'lib turadi tekinga ish qilib, qo'shilib olib bemalol savollaringizni so'rab tursanglar bo'ladi o'zlaridan yana ham. Dilorom, ikkinchi savol yaqinda Shu
Aha. Shu yil Jakafani hali ochilmadi. Nima edi? Ochilmadi hali, chunki hamma kutyapti. Hali ochilgani yo'q, biz ham kutyapmiz. Hali officially qabul ochilmagan. Stipendiya Yaponiya hukumati tomonidan hali kutilyapti. Qancha vaqt davomida stipendiya to'laydi, Dilorom? 4-kurs oxirigacha?mi? Ha, Demak, zo'r imkoniyat ekan. Ochilib qolsa topshirsanglar yaxshi ekan, qizlar. IELTS yuqori bo'lishi kerakmi debdilar Jakafada. yo'q, men 5,5 meni muddat o'tgan IELTS bilan topshirganman. Muddat o'tgan bo'lsa, o'tmagan bo'lsa, просто u nimani bildiradi? Sizni ingliz tilini bilish darajangizni IELTS hech narsani hal qilmaydi. Minimum bo'lsa ham olsangiz bo'ldi. Faqatgina sizni o'zi tush ham intervyu qilganda bilib olishadi darajangizni. Madina savollariga ham javob bersak, Dilorom. Yaqinda demak intervyu bo'lgan. Nasib bo'lib, host company bilan bo'ladigan keyingi intervyuga o'tsak, nimalarga e'tibor berish kerak g'olib bo'lish uchun? VIP demak intervyusi bo'lib o'tgan. Ha, men ham xudo xohlasa shuni kutyapman. Men ham topshirganman, intervyu bo'ldi. Menimcha birinchi o'rinda u host kompaniyani tanlagandan keyin men avvalgi topshirganlardan so'radim. Host kompaniyalarga sizlarning CVlaringiz yuboriladi, keyin host kompaniyalar ro'yxati beriladi dedi. O'shanda birinchi o'rinda host kompaniyaning backgroundini ko'rib chiqinglar, izlanglar, qanaqa ekan u kompaniya. Masalan, qadriyatlari qanaqa? Nimaga qarab tanlaydi odamni masalan? Qadriyatlariga va requirementlari qanaqa? U xalqaro bo'lsa, albatta u rus tili bilan ingliz tilini so'raydi. Sizni kelsa rus tilida intervyu qilish mumkin host kompaniya. Masalan, men Coca-Colaga borganimda yuristlik lavozimiga odam so'ragan. Ish tajribasi bo'lmasa ham mayli degan, lekin rus tilida biz bilan suhbat qilganda qilib kelganman. Mana shunaqa masalan, ular uchun birinchi o'rinda balki rus tilidir, ingliz tilidan ham ko'ra. Mana shu narsalarga qaraydi. Keyin avvalo qadriyatini ko'ring, backgroundini ko'ring deyman va sizni CV'dagi ma'lumotlaringiz bor. Masalan, o'shalarni inkor qilmang va u yoqda ko'proq hard skillga qarang, soft skillga qaramaydi endi. Ular siz bilan masalan siz sohangiz law bo'lsa, legal sohaga qarab ko'proq savol javob qilishi mumkin. Madina. Sohangizga qarab bo'ladi deb aytishgan ham. Sevinchoy, boya aytganimdek, hujjat ishlari bo'yicha yana postlari bo'lsa, debsiz. O'sha kanal linkini hozir video zapis tashlagan paytimda kanallarini pinga olib yozib qo'yaman. Bemalol kirib, o'sha yerdan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p zo'r ma'lumotlar bor kanallarida. Xo'p, boshqa savollar yo'qmi qiz? Menimcha boshqa savollar yo'q, Dilorom. Men o'zim bitta narsani sizdan so'ramoqchi edim. Chetga topshirmoqchi bo'lgan qizlarga o'zi nima degan bo'lar edingiz? Misol uchun, ba'zilar qo'rqadi chetga borib bir o'zi o'qishdan yoki ba'zilarda ota-onasini roziligini olish qiyin. Nima degan bo'lardingiz agarda aytaylik, tasavvur qiling, sizga
katta xuddi prezidentskiy nima berildi. 1 minut vaqt davomida gapirishingiz mumkin. Butun xalqqa, butun ayollarga gapirishingiz mumkin. Nima degan bo'lar edingiz? Ayollar ta'limi bo'yicha. Bitta gap bor. Ey qizim asardan bitta narsani keltirmoqchi edim. Jamiyatning darajasi ayollarning ilmiga qarab belgilanadi. Negaki, johila ayol hech qachon yaxshi inson tarbiya qila olmaydi. Va bunga o'tmishdan ham ko'p dalillar keltirilgan. Ey qizim asarda mana shunaqa gap yozilgan, ya'ni jamiyatning darajasi ayollarning ilmiga qarab belgilanadi. Lekin bizda bitta narsa bor, bu so'rovnomalarda men ko'rdim bitta video. Chet elda o'qigan qiz uylanasizmi desa, yo'q, qiz qanaqa qiz bo'lib yuribdi, bo'lmasa nima ishlar qilib yuribdi, bilmayman-ku deganda, masalan, ko'pchilik mana shunaqa deganda. Videoda ko'rdim. Bitta narsa, chinda berilgan tarbiya 1 yilda, 5 yilda, 10 yilda hech qachon o'zgarib qolmaydi. Inson o'z asliyatini ko'rsatadi, masalan. Chunki bitta narsa bor, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan. Chunki musofirchilikda siz haqiqiy tarbiyangiz ko'rinadi. Masalan, sizni ota-onangiz 10 yil, 15 yil uyda tarbiya qilsalar, ana qilsalar, sizga chiroyli tarbiya berilgan, islomiy, masalan, har tomonlama chiroyli tarbiya berilgan. Siz u tarbiyani olib ko'chaga chiqing. Xoh, masalan, boshqa davlatga boring, u tarbiyani siz buzib, boshqa narsa qilib o'zgartirib bo'lmaydi sizni tarbiyangizni. U berilgan tarbiya 15 yil, 20 yil, masalan, nihola 15 yil, 20 yil o'sgandan keyin butun boshli daraxt bo'lib o'sadi. To'g'ri bo'lib o'sgan niholni siz xohlasangiz ham qiyshiq qila olmaysiz. Bo'ron bo'lsa qiyshiq qila olmaysiz. U niholi to'g'ri bo'lib o'sgan 15-20 yil. Ya'ni men har doim aytaman, 15-20 yil davomida berilgan tarbiya bir kun, 2 kunda o'zgarib qolmaydi. Inson asliyatini yuzaga chiqaradi. O'sha qilgan, masalan, harakat orqali. Shuning uchun men o'zimda hozir to'g'risi shunaqa muomala bo'lyapti. Turmushga chiqib ket, chetga, o'zing keta olmaysan. Keyin ana chetga ketgan qizlarni erolmaydi. Mana shunaqa gaplar bo'lyapti. O'zimda ham eng ko'p eshitadigan gaplarim shu. Masalan, bugun hayitida buvimlarga borsam, shu gap 1 soat leksiya eshitdim. Chetga ketma qizim deb, masalan, mayli, agar imkoniyatingiz bo'lsa qila olsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan keting. Agar qila olmasangiz, hech bo'lmasa harakat qilib ko'ring deyman. Chunki erta bir kun yuragingizda armon bo'lmasin. Hech bo'lmasa harakat qilib ko'rganda balkim ota-onam rozi bo'lardi. Masalan, men onamlar hamma aytganlarda, masalan, program birorta grantlarga Turkiyaga yutgan boshida yo'q, ketmaysan deb, ukamga ham даже Polshaga, masalan, bitta grantga hujjat topshiryapmiz, Nava scholarshipga. Даже ukam o'g'il bola unga aytibdi, men hujjat topshirishga yordam beryapman endi. Gapimiz yo'q, ketmaydi, yutsam ketmaydi degan odam, ukam o'sha yutdi, polniy aeroport bilet hammasini, masalan, O'zbekiston bilan Polsha hamkorlikda qilingan proyekt qoplab beryapti. Ya'ni endi o'zlari hammaga aytib chiqyaptilar, o'zlari o'g'lim yutdi deb. O'zlari maqtanib aytib, o'zlari narsalarni tayyorlab berib, o'zlari jo'natyaptilar. Ya'ni ota-onangiz masalan sizda qanaqadir ishingizga ishonishi mumkin. Yoki bu yosh bola bir nima deyishlari mumkin. Lekin harakat qilib ko'ring, balkim yutganingizda ota-onangiz o'zlari faxrlanib, o'zlari sizga narsalar tayyorlab berishar. Chunki qilib ko'rmagunizcha bilmaysiz u natija qanaqa bo'lishini. Shuning uchun hech bo'lmaganda harakat qilmaganda erta bir kun 20 yil o'tgandan keyin, yoshligimda mana shunaqa orzularim bor edi. Balki mana shu harakat qilib ko'rganda ota-onam xo'p dermidi degan gumon bo'lmaydi o'zingizda. Va o'sha shunaqa qilib biz Allohga tavakkal qilib qilganmiz va kim shu bahona Yevropa aylanib kelganda ishda 10 tadan davlatga borib kelgan masalan. Aylanib tekinga yana birorta davlatga borishiga 1 tiyin ham sarflamagan kasasidan. Yana qancha 3 million yaqin pul ham orttirib kelgan scholarship stipendiyasidan. Wow, juda zo'r. Aytadi-ku, sinab ko'rmaguncha imkonsiz demang. Demak, barchamiz ota-onamizga xohlashmaydi desak ham, rozilik berishmasa ham, o'shani qilib ko'ring. Dilorom aytganlaridek, ertaga qaragan chog'ingizda bir ortga nazar tashlaganingizda bir afsuslanmaslik uchun qilib
ko'ring. Mayling o'sha etapgacha, o'sha grantni yuting yoki faqat chetga topshirish emas, biror narsa. Nimanidir xohishingiz bormi juda ko'nglingizda? O'shani qilib ko'ring, tavakkul qilib ko'ring Allohga. Boring o'sha joygacha, etapgacha. Keyin uyog'i bir gap bo'lar. Chunki rostdan ham meni ham ota-onam qo'yishmaganda Dilorom. Chet elga topshirishimga qiz bolaga nima gap bor, unaqa deyishardi. Lekin Marjonani bilasiz, dadamni yaqin o'rtoqlarini qizlari. Marjonani aytdim onamlarga. Keyin aytganimdan keyin aytdilar, "Sen ham topshirib ko'rsangchi, havasim keldi" dedilar-da. Oldin o'zlari yo'q deganlar, lekin o'sha havaslar kelyapti. Shu uchun harakat qilib ko'ringlar, shu topshirib ko'ringlar, nimagadir urinib ko'ringlar. O'shandan keyin ko'rasizlar. O'xshamasa ham, balki ruxsat berishmasa ham armon qolmaydi ichinglarda. Erta bir kuni. Shunaqa. Men ukaman masalan Italiyada tushgan rasmlarini, masalan, analarning oldida, Kolizelarning oldida, keyin Shvetsariyada tushgan rasmlarini yuborgandan keyin onam qarab turibdi. Sen ham borsang bo'lar ekan, sen ham topshirsang bo'lar ekan, ukang bilan birga ketayotganing debdilar-da. Masalan, boshida yutgan programmalarimga qo'ymaganlar-ku. O'shanda birga qo'ymagan ekanimda, sen ham shunaqa rasmlaring bo'lar ekan debdilar-da. Keyin qarab turadi, ha, qilish kerak ekan debdilar-da. O'zlari xohlashadi, havas qilishadi. Qilib ko'ringlar. Shunday, tavakkal qiling. Tavakkal shunaqa zo'r narsa, hech narsa kutmaysizda. Yutqizsangiz, tajriba bo'ladi. Unda yutqizsa ham bo'lmaydi tavakkalda. Topshirasiz, tajriba bo'ladi. O'tolmasangiz ham, fail bo'lsa ham, o'tsangiz, rizqingiz bo'lsa borasiz baribir. Masalan, qanaqa oddiy sabab bilan bo'lsa ham borasiz, rizqingiz bo'lsa. Shunchaki tavakkal qiling Allohga va harakat qilib buyog'i peshinadan. Masalan, men o'zimni ham to'yim bo'lyapti avgustda. Shunaqa reja qilinyapti. Engagement bo'ldi. Hech kim yetmagan. Xayrli bo'lsin, ilohim, juda xursandman. Lekin shunda ham qarang. Nasib. YPP topshirganman. YPP 22-avgustgacha bo'lar ekan, 2-iyundan. Amantoyim 21-avgustda. Ko'rasizmi? Tavakkul qildim, lekin baribir topshirdim. Yoki bo'lmasa, Latviyaga summer school bo'lyapti. Iyulda oxiridan avgustda boshigacha. Unga ham topshirdim. Va Polshada 1 oylik iyulda oxiridan iyulda o'rtalarigacha summer school bor. Unga ham topshirdim. Mayli deyapman-da. Onamlar so'raydi, lekin uchrasiga bo'lsa nima qilasan desa, bilmayman deyman. Oldin o'taychi deyman. Tavakkal qilib hammasiga topshiraverdim-da, zato mana balki uchrasam reja chiqadi, uchrasam acceptance kelar yoki birdan acceptance kelar. Bilmayman-ku. Shuning uchun uchrasiga ham topshiraverdim. Ya'ni shunchaki o'sha yozda to'yim bo'ladi, menga nima kerak? To'yda tashvish bilan yuraman demayapman-da. Chunki o'zi Alloh yo'l ochadi. Harakat qilsangiz, tavakkal qilib, u tavakkal katta bir buyuk narsa-da, yaxshi narsa. Shuning uchun o'zi yo'l ochadi. Shuning uchun qilaverish kerak harakat. Shunaqa. Tavakkul o'zi eng katta taslimiyat deydi-ku, o'sha sizga bo'ladigan eng xayrlisini o'zi ko'nglingizda bilib turib harakat qilish. Shu nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'ladi, o'zi yo'l ko'rsatadi, o'zi xayrlisini beradi. Shu nima deydi, miyangizda misol uchun qanaqadir xayollar bilan yurguncha, faqat o'ylab yurguncha harakat qiling. Actions speaks louder than words. Demak, harakat so'zlardan ko'ra ko'proq narsani anglatadi. Misol uchun qayergadir, nimagadir topshirmoqchimiz, qiziquvchan bo'ling. Men Miss Nilufar ustozinglar tashlaganlar har xil grantlar, scholarshiplar haqida, yana aytganimdek, Dilorom kanallarida ham bor. O'shalar haqida qidirib ko'ringlar. Google'ga kirsanglar, Google'da hamma ma'lumot bor. O'rganinglar, qiziquvchan bo'lib, Xudo xohlasa mana odam qilgan ishni odam qiladi. Balki sizlarni ham ko'rarmiz chetda bir kun o'zinglarni nima deydi, storylaringizni, ya'ni o'sha chetda borib o'qib yurganlaringizni. Va o'sha boshda bekorga yozmagan ekan-da Dilorom. Energiyaga boy qiz deb yozgandim, sizni juda mazax qilib gaplashdim.
orada internet bilan bari yuzma-yuz bo'lgani boshqacha, chunki bunda ovoz bilan uzilishlar bo'lib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin ham juda maza qildim. Boshqa qizlarni bilmadim, men maza qildim, chunki energiyangiz birorta ham sir qoldirmasdan, yashirmasdan nimalar bo'lishini bittalab aytib berdingiz. Bu uchun sizga juda ham kattakon rahmat, Dilorom. Alloh o'zi rozi bo'lsin. Nima deydi, eng aziz, suyukli bandalardan qilsin, ilohim. Nasib, rahmat kattakon. Hammamizga ham Allohim yaxshi ilm bersin va ilmimizni u dunyomizda ham, oxiratimizda ham, shu bu dunyoyimizda ham foydali qilsin. Agarda shu voice chat orqali kimgadir foydali narsa bera olgan bo'lsam, maqsadimizga erishgan hisoblanadi. Valo shuncha qatnashib, ishtirok etgan vaqtinglarga, eshitganlarga, vaqtinglarga rozi bo'linglar. Mana vaqtimdan roziman. Rahmat kattakon, shunaqa voice chatga chaqirganingiz uchun avvalo Aziza. Rahmat kattakon sizga ham vaqtingizni ayamasdan bizga shuncha ilm tarqatganingiz uchun. Biz ham rozimiz, sizlar ham rozi bo'linglar qizlar, aytganlaridek ketkizgan vaqtimizga kattakon rahmat hammalaringizga qatnashganlaringiz uchun. Dilorom sizga ham rahmat. Xudo xohlasa yana shunaqa eventlar bo'lsa, nasib bo'lsa hech ikkilamasdan sizni chaqirish niyatim paydo bo'ldi. Rahmat kattakon Dilorom. Rahmat kattakon sizga ham Aziza. Ancha yaxshi suhbat bo'ldi, o'zim mazza qildim. Rahmat. Sog'inibman suhbat qurishda. O'sha ancha o'ylanib qolib qoldim-da. Ana va qanaqadir ichimda gapirgim kelaverdi o'zi shu kunlarda odam gapirgisi kelganda gapirsa mazza qilib gapirar ekanda, masalan, onlayn bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, shunisiga ham shukr. O'zi siz ham Alloh ko'nglingizni solibdi mana shu efirda. Meni ham shunaqa gapirgim kelgan vaqtda siz taklif qilib qoldingiz. Rahmat kattakon. Rahmat ishtirokchilarga ham. Hammasi yaxshilikka bo'lsin. Yaxshilikka rahmat kattakon. Demak, bugungi vebinarimizni tugatamiz. Va qizlar, hozir komment qoldiramiz. Ya'ni bugungi webinar haqidagi fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu narsa Diloromga ham, bizga ham motivatsiya bo'ladi. Nimalar o'rgandinglar? Qanaqa iqtiboslar esinglarda qoldi? Qanaqa narsalar esinglarda qoldi? O'shani yozib ketsanglar juda ham zo'r bo'lar edi. Barchaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Hayit ayyomi yana bir bor muborak bo'lsin. Hammamizni tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz, ezgu amallarimiz jannatlarda ilohim qanotimiz bo'lsin.